Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Mana agroservis do'konimizga kelgan mishalkalar. Bittasini yengil obzor qilib o'tamiz. Hop, bu mishalkamiz Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqariladi. Mirolis kompaniyasiga tegishli 180 litrli varianti. Mana tashqi ko'rinishidan. Hop, bu to'liq polniy vazni, o'zini vazni 60 kg bo'ladi. Yengil bo'ladi, ammo puxta qozonlari ancha. Ko'rishlaringiz mumkin. Yana bir nima, buni teva qozonidan pastki qismi o'ta qalin bo'ladi. Shuning uchun hisobiga qanaqangi ishga ishlatgan taqdiringizda ham zo'r xizmatingizni qiladi. Tishlar aka. Cho'gin tishlar. Buni past o'rtaki. 180 litrli 1300 vatli bo'ladi. Mana shu ko'rinishi. Buni narxiga keladigan bo'lsa, nomer qoldirib qo'yaman, bemalol murojaat qilaverasizlar. Kelishilgan narxda dastavkalari bilan YouTubedan like bosib, kommentariy yozib, obuna bo'lib kelgan akalarimga o'zim addushi bonuslarim bor.